Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzumiz Pythondan modullardan foydalanish. Reja bilan tanishib olamiz. Rejamiz quyidagicha. Demak, modul tushunchasi, Pythonning standart modullari, modulni import qilish usullari, mass moduldan foydalanish, random moduldan foydalanish, daytime moduldan foydalanish, oc moduldan foydalanish, foydalanuvchi modullarni yaratish, paket tushunchasi amaliy mashqlardan tashkil topgan. Modul tushunchasi nima? Python dasturlash tilida modul bu Python kodida yozilgan, ya'ni keng aytmas PY bo'lgan fayl bo'lib, unda funksiyalar, sinflar va o'zgaruvchilar saqlanadi. Modullar yordamida foydalanganda quyidagicha jarayonlar bo'ladi. Ya'ni kodni qismlarga ajratish, takrorlangan kodlarni qayta ishlatish, dastur tuzilishini soddalashtirish, yirik loyihalarni boshqarish osonlashadi. Masalan, hisob PY nomli fayl bu modul hisoblanadi. Ushbu yozilgan barcha funksiyalar dasturlashda ham ushbu fayllardan dasturni qismi sifatida foydalanib o'tish mumkin bo'lar ekan. Modullardan foydalanishning afzalliklari: kodni qayta ishlatish, dastur hajmini kamaytirish, xatolarni kamaytirish, loyihalarni boshqarishni osonlashtirish, jamoa bo'lib ishlash imkoniyatini yaratadi. Modulni import qilish. Modulni import qilish demak, modullarni import qilishning bir necha xil usullari mavjud. Ya'ni modul boshqa bir kutubxona faylining ichidan chaqirilayotgan bo'lsa, demak ushbu holatda modulni ulash, ya'ni import qilish operatoridan foydalanish kerak. Modullarni import qilish import so'zi orqali amalga oshiriladi. Masalan, deylik, matematik kutubxonadan ildiz osti degan funksiya, ya'ni sqrt funksiyani biz chaqirib olishimiz uchun biz birinchi o'sha matematik kutubxonani o'zini import qilib olishimiz kerak, ya'ni chaqirib olishimiz kerak. Undan keyin uning tarkibida bo'lgan sqrt, ya'ni ildizosti funksiyasini matematik funksiya tarkibida ishlatish mumkin bo'ladi. Agar biz matematik funksiyani import qilmasdan turib sqrtni ishlatadigan bo'lsak, bu sqrt funksiya matematik kutubxona tarkibidagi funksiya hisoblanganligi uchun import qilinmaganlik, ya'ni bu modul aniqlanmaganligi to'g'risida xatolik kelib chiqadi. Bu modullarni import qilishning bir ko'rinishi. Yoki matematik kutubxonadan sqrtni import qilib olishimiz kerak. Mana from mass import sqrt. Ya'ni sqrtni import qilib olyapmiz. Undan keyin print sqrt desak, ya'ni matematik kutubxonadan chaqirilgan ildizosti funksiyamiz endi ishlaydi. Qisqacha yozish usuli ham mavjud bo'lib, import qilishda quyidagicha ishlatish mumkin. Masalan, import mass as m, ya'ni matematik kutubxonaning kichkina m harfi orqali yozish mumkin deyapti. Ya'ni biz har doim ishlatgan paytimizda mass.p demaymizlar, m.p deb kiritishimiz mumkin bo'lar ekan. Shu holatda demak p ning 3.14 ga teng bo'lgan qiymati ekranda o'z aksini topar ekan. Matematik modul matematik funksiya taqdim etadi. Ya'ni matematik kutubxona tarkibidagi barcha funksiyalar demak matematik modul tarkibida bo'ladi. Masalan, sqrt funksiya kvadrat ildiz boya yuqoridagidek, pow bu darajaga oshirish, faktorial bu faktorial, cell yuqoriga yaxlitlash, floor pastga yaxlitlash, sin sinus, cos cosinus, tan bu tangens funksiya, log bu logaritmik funksiya ekanligini bilishimiz mumkin. Odatda logaritmik funksiya bu natural logaritm sifatida o'z faoliyatini ko'rsatadi. Misollarda ko'rib chiqishimiz mumkin. Import mass demak matematik modul
chaqirilyapti, import qilinyapti. A o'zgaruvchi 64 degan qiymat o'zlashtiryapti va ekranga chiqarish kerak bo'lgan joyga, demak, yuqorida aytganimizdek ildiz osti funksiyamizni ko'rsatib o'tyapti. Natijasi demak 64 dan ildiz chiqarsak 8 ga teng bo'ladi. Import mas, xuddi yuqoridagi singari faktoriallashyapmiz. Yuqorida aytib o'tgandek, faktorial ham rekursiv funksiya sifatida ham matematik kutubxona tarkibida ham mavjud modullardan foydalangan holatda ishlatish mumkin. Ushbu holatda demak 6 faktorial 720 ga teng bo'lgan natijani qayd qiladi. Po esa bu yuqorida ko'rib o'tganimiz jadvalda darajaga oshirish funksiyasi bo'lib, bu funksiyani demak 3 ning 4-darajaga oshirilganda natijasi 81 ekanligini ko'rsatadi. Random moduli tasodifiy sonlar hosil qilishda ishlatiladigan funksiya hisoblanadi. Bu funksiyaning har bitta jarayonda qanday qo'llanilishi haqida keyingi darslarimizda to'liq batafsil tanishtirib o'tamiz. Demak, ushbu jarayonlarga oid bo'lgan misollarni ko'rib chiqamiz. Keyingi modul datetime moduli. Bu datetime moduli sana vaqtlarini ko'rsatishda ishlatiladigan modul hisoblanadi. Masalan, hozirgi vaqt kun bilan qanday holatda ekanligi masalan ko'rish kerak bo'lsa, bugungi holatdagi kun va soat ko'rsatish kerak bo'lsa, ushbu funksiya orqali e'lon qilish orqali hosil qilinar ekan. OC moduli operatsion tizim bilan ishlash imkonini beradigan OC moduli hisoblanadi. Ushbu OC modulda nima qilish mumkin? Katalog yaratish mumkin, papka yaratish mumkin, fayllar ustida amallar bajarish mumkin. Ushbu holatda biz 3 xil holatni ko'rib chiqishimiz mumkin. Joriy katalogdan chiqarish. Ya'ni import OC, print OC gateway svd. Papka yaratish uchun remdir funksiyasidan Python nomli papka yaratish mumkin. Fayllar ro'yxatini yaratish uchun esa listdir funksiyasi orqali hosil qilish amalda ko'rsatilgan. Foydalanuvchi modulini yaratish. Yuqorida aytib o'tdik, demak, har bitta foydalanuvchi ham o'ziga tegishli bo'lgan modulni yaratishi mumkin. Masalan, deylik, yig'indi uchun yig'indi, ko'paytma uchun ko'paytma, p ni hisoblash uchun p deb nomlanadigan funksiya yaratgan. Ushbu funksiyani dastur ishlatish jarayonida chaqirib ham ishlatish mumkin. Masalan, print hisob yig'indi deb nomlangan o'zimiz yaratgan, foydalanuvchi tomonidan yaratgan funksiyamizni, ya'ni modul sifatida jarayonlarda qo'llashimiz mumkin. Yig'in, ya'ni 5 ga 3 qo'shamiz, demak 5 ga 8 qo'shamiz, natijasi 13 ga teng bo'ladi. Ko'paytmasi 3 ga 6 ni ko'paytirsak 18 ga teng bo'ladi. Va print hisob p deyapmiz, demak p ni qiymati 3.114 ga teng. O'sha qiymatni ekranda akslantiryapti. Paket bu bizga ma'lumki bir nechta modullar yig'indisi paket deyiladi. Paketlar quyidagi ko'rinishda ham misollar sifatida qo'llanish mumkin. Loyiha, hisoblash, algebra, geometriya, minpy. Demak, o'sha bir nechta modullarning bir vaqtda foydalanish, demak, paket modul orqali amalga oshiriladi. Endi bir darsimiz so'ngida bir misol ko'rib o'tamiz. Demak, modul yaratish, demak, qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish deb nomlangan hop modullar, funksiyalar yaratilgan. O'sha funksiyalar orqali demak modullar chaqiriladi. Demak, amallar deb nomlangan 4 ta amaldan iborat bo'lgan funksiyalarni amallar deb nomlanuvchi modulga o'zini birlashtirgan. Masalan, print amallar qo'shish amali bo'layotgan bo'lsa, a songa b sonni qo'shish. Ayirish amali kelayotgan bo'lsa, print amallar nuqta ayirish. Print amallar ko'paytirish bo'lsa, ko'paytirish, bo'lish bo'lsa, bo'lish kabi modulli ko'rsatilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Ushbu modullarga oid bo'lgan darslarni mustahkamlash uchun o'zingiz mustaqil ravishda demak funksiyalardan foydalangan holatda modul yaratinglar va o'sha modul saqlangan modullaringizni dastur kodlari ichida qayta chaqirish bilan ishlatishni sodir qilib ko'ring. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.